har doim sport oilasida o'sha bu muhit har doim bo'lgan, o'shaning uchun har doim qo'llab-quvvatlashgan. Begona bo'lmagan mani oilamga futbolchi bo'lganimda o'shaning uchun har doim qo'llab-quvvatlashgan ota-onam. Faqat yordamlashgan, imkoniyat yaratib berishgan. Biz o'ziga yarasha shu imkoniyatni yaxshi foydalanganmiz. Endi deylik, agar juda ham kichiklik davrimni olsak, u payt Andijon viloyati Xonobod shahrida tug'ilib o'sganman. U payt to'garakka deylik yaqinlarimdan bitta o'zim borar edim. Lekin birontasi biron marta qo'y to'garakka nima qilasan, borib yurib bizlar bilan koptok tepamiz degan esimda yo'q. Har qalay yoshligimizda endi akam shu sportga yurganligi sababli boshqa kasb tanla deb aytishgan, yoshligimda ko'p aytishgan. Endi yo shu sport tanlayman deb ba'zi paytlar shu uydan ketib shu zalga borib ishlab kelgan paytlar bo'lgan. Oilamda sportchilar bo'lmagan. Shu sabab o'ylayman, balki futbolga otam qiziqqan sabab meni qiziqtirib shu sohaga bergan hisoblayman. Sportchilardan birinchi o'zim chiqdim bu yo'nalishda va o'zimga yoqqan kasb deb hisoblayman va shu yo'nalishda o'qiyman. Bunaqa narsa umuman o'tmagan, faqat o'sha oxirgacha kurashishni o'rgatishgan bizga ota-onamlar. Qiyinchiliklar, qanchalik qiyinchiliklar bo'lmasin, shu oxirgacha harakat qilib kelamiz. Yo'q, bunaqa xayollar umuman uyg'onmagan, chunki biz yoshligimizdan beri shu sportdamiz. Butun hayotimiz davomida shu sportda qolamiz, xudo xohlasa. Shuncha mehnatimiz ketgan, shuncha vaqtimiz ketgan. Shu biz yo'lga chiqib endi buni yarim yo'lda tashlab ketamiz. Balki shu sport turida oxirigacha davom etamiz. Demak, bu insonlar ham mashaqqatli yo'llarda bosib, o'z oldiga qo'ygan maqsadlari yo'lida tinimsiz mehnat qilib, jismoniy, texnik, taktik va psixologik tayyorgarliklariga alohida e'tibor bergan holatda mana shunday jahon arenalarida yurtimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tardi. Demak, ko'rinib turibdiki, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sportchilarimiz o'ta mashaqqatli yo'llarda bosib o'tib, o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishganligini guvohi bo'lish mumkin. Demak, siz ham ushbu sportchilarimiz kabi jahon arenalarida yurtimiz bayrog'ini yuqorilarga ko'tarib, chempion bo'lish sizning o'zingizning qo'lingizda.